Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli podpischiklarimız. Sizlarga o'zlarim arasini taxlab bugun azroq uborka qilib edim. Arasidan zamogim chiqib qoldi. Bu zamok eksklyuziv bo'ladi. Sababi o'zimiz zakazni ishlatganmiz bu zamokni. Adashmasam 2012-yil ya bo'lmasa 2013-yil Jiguli taxlab chiqqanmiz 06 2106. Yani şu maşının montajlari ham spesialni qilindi o mashinga. Şu vaqtda bizga bir neobычный zamok kerak bo'ldi. Sababi şu vaqtlarında Nexia zamokda fishkasi bor edi. Mana kilit taqgandan keyin maytafonni boshqaradigan отдельный kontakti bo'ladi. Kilit surgandan keyin maytafon o'chib qolishi kerak edi. Mashinadan maytafonni o'chirib o'tirmasdan chiqib ketish uchun. Shuning uchun bu zamokni bir Tokar akamiz bilan maslahatlashib, shuni realizatsiya qildik. Tak, bu yerda qanday bo'ladi? Mana ko'rib turganingiz rezonans bu yerda M4, shuga rezo ochilgan. Bu Jigulida radnoy zamogining birga bir qataton nesi bo'ladi. Zamokni ushlab turadigan vint bo'ladi. Shu shurup. Shuni bo'shab turadi zamokdan, shu holatda qatiriladi. Ko'rib turganingizdek element standart Nexia matizlarning nesi bilan и zamogimiz ham razborniy. Hozir buni sizlarga ochib ham ko'rsataman. Tak. Mana shurupni bo'shatsak, zamok bu yoqqa kelib chiqadi. Hozir buni zamokni olib ko'rsataman. Yani ko'rib turganingizdek vint bo'shatildi. Uje mana zamogimiz kelib chiqadi bu yoqqa. Zamogimiz ham standartniy matiz zamok. Ichki ko'rinishi. Bu yerda qanday realizatsiya qilindi bu zamok? Bu yerda adashmasam trubaning ichine прессовка qilinib, keyin bichastdan отдельный stanokda tachit qilinib, прессовка qilinib, tak shu yerda где-то birlarda ko'rinish kerak edi, inson bo'lish kerak edi mana. Mana ko'rganlaringizdek, mana kay. Bu yerga press qilinib, keyin ustidan yo'nilgan, stanokda tachit qilingan. Bu yerda hozir to'shni esimda yo'q. 3 xil diametrda turba ne qilindi. Turbadan ishlandi. Turbaning o'zi yuqa bo'ladi, shuning uchun bu ichine bir diametrda turba qag'ilib, прессовка qilinib, ana shuni bu yerda hozir 2 turba qo'yilgan normal nesi ves bor. Minimum bir 300 gram spokойно chiqadi ana shuning o'zi. Tak, hozir endi sizlarga elementdan olib ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, mana vintlar olingandan keyin mana mashinada hozir. Vintlar ham spetsialniy qilingan, qaranglar, bunaqa nega element to'shash uchun. Buni ko'rganlaringizdek. Element bunday chiqadi mana, olindi elementimiz. Tak, elementning o'rni mana. Mana bunday qilib realizatsiya qilingan. Ko'rdingizlar, yonboshda mana rezo açılgan element o'tadi bu yerga. Ikki mashina o'shida sabab elementimizda mana endi bilasizlar, ikki dona qulog'i bor buni. Ana shu quloqlarga ushqasini kelib qatadi. Ancha vaqtimiz ketgan vaqtim shu zamokni ishlatgan vaqtimizda hozir zamonda har turli zamoklar bor. Tayyor, uji, Cobalt, boshqa zatdan pedalka qilish mumkin. Endi o'z vaqtlari bizlarda sal ne bo'ldi? Buni o'zimizdan o'ylab o'rnatib, realizatsiya qilgan zamogimiz. Yoqqan bo'lsa like bosib ketamiz. Kommentarlarda o'z fikrlaringizni qoldirib ketasizlar.